Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede Sadakacı Rozu, Washington'da sözlüğümüz, bugünkü sılağı 2026 yılı 7. ayının 19. günü haftiga yekşembe vatandaşlar. Bugün sizlerge sözleydiği leksiyemizden avval vatandaşlara bu leksiyeni vatandaşlarım dikkat kılıp anlaydığı da düşünümen. Çünkü bunun da bir vaziyet hazır vatandaş. Rusya Federasyası hükümeti Cumhur Sovet oturusunda tüzülgen bir şartnamını oturuğa elip çıktı diyen bir kısa haber yetip geldi vatandaş. Ondan o kısa haberini içip karab bunun bet arlığı da yani şu sebeple nemi ekenligini tanıştırgan bir parça leksiyeni ben bugün sizlerge sözdeymen. Bunu sözleşten avval şundak aytaman ki eğer muşu iş muşu tariqada yüz bergen bolsa vatandaş Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpga birinchi rahmatimiz. Yetkay ve birinchi rahmatimizni prezident Donald Trump'dan qabul qilishini umid qilamiz vatandaş. Bu bir başlanış, yeni bir başlanış. Rusya Federasyası hükümeti bugün Rus-Xitoy o'rtasida imzolangan bir şartnamani oshkora o'ttirib ko'tarib chiqdi dedi. Endi o qaysi shartnoma biz tuvanda sizlar bilan uchrashamiz vatandaş. Sizlarga uchrashtiramiz va sizlarning oldinglarga tashlaymiz. Tahlil qilib, buni tagi-tagiga yetsanglar bo'ldi vatandaş. Avval men sizlarga tayyorlagan qisqa xabarlarimni yetkazay. Ondan keyin ondan boshqasini vatandaşlarning oldiga tashlaymiz vatandaş. Mesela qisqa xabar deganda mingdan ortiq odamsiz aeroplan Moskvaga hujum qildi. Iqlim masalalar to'rbiti 7. ayning 19. kuni yutib. 4 turlik signal Xi Jinping davri oxirgi nuqtaga yetib keldi. Bunun yaşması vardı, bunun cevap vardı, bunun ulguramay kaldım kechiring atigacha. 100 yillik reallik torbiti 7. ayının 19. günü yutib. Yani bir xabar Tayvan uzul kisel mustaqil bo'ldi. Beijingda yer tabirdi. Taglik uzul kisel oshkorlandi. Shavla maliyasi 7. ayının 19. günü yutib vatandaş. Cumhur bilen Avrupa İttifaqı o'rtasida keskin to'qinish portlaydi. Molun torbiti 7. ayının 19. günü yutib. Wang taxtdan tushdi. Xi Jinping diplomatiya huquqidan ayrilib qoldi. Laverness torbiti 7. ayının 19. günü yutib. Wang Yi Cumhuriyet'in tashqi ishlar ministeri mi? Yani bir xabar Xi Jinping bütün sep bo'yicha ciddi holatga kirib keldi. Nazar. Rongyanning nazari 7. ayının 19. günü yutib. Cumhurda Xi Jinpingning musabbit hokimiyatiga qarshi siyosiy harakat 2 oy ichida boshlanadi, yaka portlaydi. Yani bir xabar memleket karakterlik partlaydı. Holerin torbiti 7. ayının 19. günü yutib. Yani bir haber Rusya Ukrayna urushida qazo qilgan askeri odamlarning soni 2 millionga yetdi. Rossiyada xalqning noroziligi palakka ko'tarildi. Rusya'nın 10 çoğun nefret ayrı zavodida 9'u Ukrayna armiyası tarafından bütçet kılıp etildi. 7. ayının 19. günü yutib. 7. ayının 19. günü yutib. Vladimir Putin kontrollukni yo'qotdi.
Jungo-Rossiya münasebeti ciddi özgürüşke başladı. Yuanjan obzori 7 ayının 19 günü YouTube. Yani bir haber, başlaytan paranları. Xi Jinping sen kelmesen mi buludu? Sen kelmesen mi buludu emdi? Yani Amerika'ya ziyarete kelmesen mi buludu emdi? Ündeş, Prezident Donald Trump özgürdü. Xi Jinping 9 ayda Washington'a ziyaret kelmeydi. Yani bir mavzulu haber, Hindistan Hormuz boğazını kamal kıldı. O tuyuksuz bir iş oldu bu iş vatandaş. Mesela Hindistan Hormuz boğazını kamal kıldı. Bununla Amerika, İsrail'e hayran kaldı. Dak yeniden tuğulgan bir vaka oldu da vatandaş bu. Umum yüzlük soğuk münasebetle uğraşı, kızık kuralla uğraşı devri yetip geldi. Zor iş yetip geldi. Angliya, Jungo Kompartiyasının Angliya'daki barlık iktisadi mankulatını musadır kılışını karar kıldı. Jungo Kompartiyasının Angliya'daki barlık iktisadi mankulatını musadır kılışını ilan kıldı. Şavlın maliyesi 7 ayının 19 günü YouTube. Ekranda yana bir haber, Alam Allah birliki. Cungulukla üzümü mesxiri kılıp külüşke başladı. Jungo Kompartiyası banditleri Dünya Sünni Akıl Teşkilatı kurganlığını ilan kıldı. 29 devletin tizimligi aşkarı oldu. Jungo payçak bazarı düşüp gitti. Jungo payçak bazarı düşüp gitti. Çimpo kontor bitti. 7 ayının 19 günü YouTube. Yani bir haber. Rusya armiyasının uruş meydanında turuş vakti, yani askeri kısımlarının uruş meydanında turuş vakti fakat 30 minut. Allah! Rusya'da bir askeri adam askerlikka qo'shinga, harbiy qo'shinga kirib, urush maydoniga avatilganda, shu kuni urush maydoniga kirgan vaqtini hisoblaganda, ularning urush maydonida tirik balki hayot turishi 30 minut. Allah. Fakat 30 minut. Vladimir Putin naydi. Tez arada mağlup buldu. Onun armiyası adamsız aeroplan bilen Rusya'nın her qaysı joylarda bombardıman qilishga uchravatıdı. Mesela Vladimir Putin'in armiyası Rusya'nın her qaysı joyları, cümleden Moskova'da hem bombardıman, Ukrayna armiyası tarafından bombardıman qilishga uchravatıdı. Bugün bu haberlerimiz müşündaq deylendi. Kısa haberler, yani bir kısa haber. Wang Yi, başlayıcıca, yani kepçike, yani bir ay anlayıcılar oldu. Wang Yi, Cungo'nun Tashqi İşler Ministeri tuyuksuz özgürlük gitti. Xi Jinping'in diplomatik siyaset iddiası inkar kılındı. Tashqi İşler Ministeri Wang Yi, Ukrayna ile bevosita uchrashdi. Beijing'nin Rusya Qaratqan meydanida zor özgürlüş paydo bo'ldi. Diqqat. Beijing'nin Rusya Qaratqan meydanida zor özgürlüş paydo bo'ldi. Sarxillat orbiti 7 ayının 19 günü YouTube. Yani bir haber. 37 devlet maslahatlashib, endi diqqat qiling vatandosh. 37 devlet maslahatlashib askari chiqaradigan bo'ldi. Rossiya hayot mamat bosog'isiga yetib keldi. Rossiya hayot mamat bosog'isiga yetib keldi. Prezident Vladimir Putin hukumati
Rusya Jungo şartnamasını o'ttirg'i ko'tarib chiqdi. Diqqat vatandoshlar. Prezident Vladimir Putin hukumati Rusya Jungo şartnamasını o'ttirg'i ko'tarib chiqdi. Jingzening kuzatish ishxonasi Torbiti 7 ayning 19 kuni yutib. Endi mushu torbetning yoki mushu video filmning betida, aq betida berilgan bir abzas, yoki ikki abzas so'zga diqqat qiling vatandosh. Ekranda bu navbatlik programmamizda geopolitikalik siyosiy vaziyatga zo'r o'zgarishlarni cho'nqar tahlil qilamiz. 37 davlatning mudofaa va strategiyalik qatlamida qo'l tutishib, besim ishiltish oldida Rossiyaga besim ishiltish oldida Moskvaning siyosat belgilash yo'nalishiga butun yer shari diqqat qilmoqda. Prezident Vladimir Putin hukumati halqılık noktalarda dal Jungo Sovet şartnamasıdaki alakadar maddelerinin nakil keltirip, bu nakille iki devletinin bexatarlik stratejisindeki özara işenç meselesiga berip, takılıpla kalmasdan, texmi ilgirligen halda yer şarı boyunca çoğun devletler elişişinin muazinetlik noktası sınavga duç geldi. Köp devlet birleşip hareket kılış, zade umumyüzlük çekleşme, Rusya'nın stratejik sınav bekişme. Çünkü Rusya müdafaa hemkarlığı ve bu otorideki geopolitikalik siyaset haritasını muşakkatem qanchalik derecede özgertip yazıldı. Ve qanchalik derecede özgertip sizip çıkdı. Rusya Jungo o'ttirishidagi shartnomani o'ttirib ko'tarib chiqdi. Navbatdagi Rossiya Jungo munosabatiga butun dunyo diqqat qilyapti. Navbatdagi Jungo Rossiya munosabati o'ttirish shartnomiga butun dunyo diqqat qilyapti. Endilikdagi Rossiya Jungo ikki davlat ikki o'rtadagi geopolitikalik siyosatga munosabatlik yoki shartnomadagi munosabatlik o'zgartib yezish, shartnoma to'g'risidagi fikrlarni o'zgartib yezish, o'zgartib sizish, shartnomada belgilangan ikki davlat o'rtasidagi qizil chiziqni o'zgartib sizish. Mushu masalalarda hozir dunyo diqqat qilyapti. Bu masala qandoq yeziladi va qandoq o'zgartib siziladi. İki abzaslık leksiyani sizga topshirdim vatandoshim. Esingizda bo'lsin, hozir tunji bo'lib Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin hukumati Rus bilan Xitoy o'rtasidagi shartnomani ko'tarib chiqdi. Endi siz buni savol qo'ying, qaysi shartnoma? Avvalma tuvandagi yana boshqa bir abzas, masalan, Xoshi video film ishlash torbitining tunigillatin so'zlagan Jungo Rossiya o'rtasidagi munosabat to'g'risidagi yoki munosabatlar tarixi to'g'risidagi muhokama xarakterlik. Masalan, buningga Tayvanning professori siyosat professori Ming Jujun qatnashdi. Tayvandagi siyosiy obzorchi Shiba Mingpo qatnashdi. Anandagi yana birisi Tao unutib qoldim ismini kechiring. Yana bir kishi, 3 kishi munozara qatnashdi. Shu munozara jarayonida so'zlangan so'zlar. Ben qisqartib algan qismine diqqat qiling vatandosh. Jiang Zemin, Jungo'ning sobiq raisi Jiang Zemin 1991 yili Jungo Sovetlar
Rossiya, ya Sovetlar Rossiyasi shu vaqtdagi bor edi. 91-yili. 1991-yili og'dirildi, lekin hokimiyatdagi harakat qilgan vaqt. Yili Jungo Sovet Rossiya Sharqiy bo'lak chegara shartnomasini imzoladi. 1994-yili Changzemen yan Rossiya bilan shu vaqtda, endi vaqt Sovetlar tugagan vaqtda bu qatam Rossiya bilan Jungo Rossiya g'arbiy bo'lak chegara shartnomasini imzoladi. Shundan keyin 2004-yilga kelganda vaqtga Jungo rais Hu Jintao yana Rossiya hukumati bilan Jungo Rossiya sharqiy bo'lak to'liqlama chegara shartnomasini imzoladi. Bu bugungacha bo'lgan oraliqda 1991-yili imzolangan Sharqiy bo'lak Jungo Rossiya chegara shartnomasidan boshqa G'arbiy bo'lak chegara shartnomasi va Sharqiy bo'lak to'liqlama chegara shartnomasi qatorliqlarni Jungo Kompartiyasi tashqi dunyoga e'lon qilmadi. Yanada bu shartnomalar mutlaq maxfiy shartnoma bo'lib qoldi. 2021-yili Jungo Rossiya inoq qo'shnichilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasi imzolandi deb Rossiya Tashqi ishlar ministrligi shu vaqtda eg'izga elib o'tgan edi. Xuashi video film ishlash torbiti yuqorqi munozirchilar o'tirg'i aytib berdim, muhokamachilarni sizlarga qo'ydim. Bugunlar 2 kun burun do'sti bugun 17-kuni video film YouTube'da e'lon qilindi vatandosh. Endi qo'yib turib biz buni so'zlaylik. Hozir qancha shartnoma oldi? 2000 yo'q. Shartnoma keyingi vaqt imzolangan shartnoma bu. 1991-yili birinchi qatimliq chegara shartnomasi. 1994-yili ikkinchi qatimliq chegara shartnomasi. 2004-yili kelgan yer Hu Jintao imzolagan Rus Jungo shartnomasi. Endi oxiri 2021-yili Rossiya Jungo o'rtasida imzolangan shartnoma. 1 2 3 4 Demak, Rossiya yemirlishga boshlagan yoki yemirlish davri kirgan 1991-yildan boshlab Jungo o'rtasida Rossiya bilan Jungo o'rtasida yana 4 parcha chegara shartnomasi imzolanibdi vatandosh. Siz xabarsiz, biz xabarmiz. Xabarsiz. Chunki bu yerda men jujun aytdi hozir 91-yili imzolangan shartnomani dunyoga oshkora e'lon qilgandan boshqa keyingi 3 qatim tuzilgan shartnomani Jungo Kompartiyasi maxfiy tutdi. Mutlaq maxfiy tutdi deydi. Siz shuni ishoningki, bu shartnomalar ichida Uyg'uriston masalasi bor vatandosh. Bu shartnomalar ichida Uyg'uriston masalasi bor. Masalan, 94-yili, 94-yili, 91-yili. 91-yildan keyin 91-yili shartnoma imzolangandan keyin 1992-yili 6-oyda men sizlarga talay so'zildim buni esinglarda bor. 1992-yili 6-oyda Şinjan Uyg'ur Abnum Ray'ning raisi Temir Davomatli ayol Temir Davomatni yeniga elib shu vaqtga Jungoning vaziri Li Peng Moskvani ziyorat qildi vatandosh. Moskvani ziyorat qildi vatandosh. Shartnoma 1991-yili imzolanib bo'ldi. 92-yili 6-oyda Temir Davomatni elib Rossiyani ziyorat qildi Jungoning shu vaqtdagi vaziri Li Peng. Endi biz bularni o'tirib qo'yib qoldikmi? Hozir o'tirga elib chiqqan shartnoma qaysi ekan desangiz 1991-yili imzolangan shartnoma ekan. Bu shartnomani o'tirga elib chiqdi deydi. Hozir Xitoy tilida buning oshkora va yepiq, ochiq va etik degandek taraflar taqa matbuotga yozma shaklda kelmadi. Bu hozir darhol bugun birinchi xabar bo'lib yetib kelgan xabar. Lekin buni siz diqqat qilinglar, vatandoshlarim diqqat qilinglar deganim Rossiya
Rus-Xitay o'rtasida imzolangan shartnomani o'ttirga elib chiqdi degan mushu bir jumlaga diqqat qiling vatandosh. Biz mushundaq elib chiqish paytida, mushu paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bu xil harakatini qo'llaymiz, Uyg'urlar va olqishlaymiz. Gap bu yerda emas. Prezident Vladimir Putin efendi gap texmi fikrlab kirganda asosiga o'ttirga olib chiqadigan shartnoma, kelishimnoma, Rus bilan Xitoy o'rtasidagi shartnoma 1945-yil 8-oyning 14-kunidagi Moskva shartnomasi. İkincisi 1950-yili 2-oyning 14-kuni imzolangan, Moskvada imzolangan Rus-Xitoy shartnomasi. Mana bu shartnomani arxiv sifatida Rossiya armiyasining arxividan, Rossiya Bolsheviklar partiyasining arxividan, Rossiya KGB josuslar organining arxividan ko'tarib chiqib, xalqaro jamiyatning oldiga tashlaydigan vaqtingiz kelibdi. Prezident Vladimir Putin, siz birinchi bo'lib bugun 1991-yili Rus-Xitoy o'rtasida imzolangan shartnomani o'tirib chiqibsiz. Buni konkret mazmunning nima ekanligidan biz Uyg'urlar xabarsizmiz. Xitoy tilli to'r betlarmi bu to'g'rida bir nima demidi. Shunlashqa bugun biz shuni talab qilamizki, Uyg'ur va Uyg'uriston yaqinda rus tilida berilayotgan biz Uyg'urlar video filmi mening hisobimda 47 ga yetdi. Yaqindan biri to'xtab qoldi. Shuning ichida bir video filmda, masalan, Majun Yung bilan Shingsisayni tanishtiradigan filmda Jungo xaritasi ranglarga bo'lingan xarita, Tibetning bir xil xarita, Uyg'uristonning ko'k xarita. Musha xaritlarni ko'rsatib, Rus tilida shundoq deyildiki, Qashqarda 1933-yili Uyg'uriston Republik. Qashqarda 1933-yili Uyg'ur tiliga keltirib tarjima qilaylik, Uyg'uriston Respublikasi qurildi. Tanishtirib, Majun Yung bilan Shingsisayning o'rtasiga tanishtirdigan yili kelganda, Rus tilida ya'ni shundoq dedi. Men shundoq taxmin qildim, Rus tilini bilmayman, Rus tilini. Oshkora aytar, Rus tilini bilmayman. Taxmin qildim. Shu orliqqa kelganda Qashqarda qurilgan Uyg'uriston Respublikasini Stalin Sharqi Turkiston deb o'zgartdi. Bunu so'zlab bo'ldimi? Endi tariximiz qisqarlab qoldi. Biz hozir Prezident Vladimir Putindan biz Uyg'urlar shuni iltimos qilamizki, ikki qatimliq shartnoma urush davridagi, Ikkinchi dunyo urushi davridagi ikki qatimliq shartnomani o'ttirga elib chiqadigan vaqtimiz kelibdi. G'ayrat qiling, Prezident Vladimir Putin. Jur'at qiling, Prezident Vladimir Putin. Boshlandi. Tarix echildi. Nusrat Ataqil Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampga diplomatiya sohasiga g'alabasi uchun Nusrat Ataqil Allah. Bugungi xabarim sizlarga vatandoshlar. Endi buni taraqqiyotga qaraysiz endi. Endi taraqqiyotga qaraysiz.